Bolalar, sizlarga qanaqa qiz yoqadi? O'chir videoni. Prank emas, bir savol beraman. Uylansang qanaqa qizga uylanasan? Kim et? Sana so'rabdilar. Biz aytmaysan. Et? Qanaqa qiz yoqadi? Bismillah. Blokni ichish kerak bunaqa so'zlarni. Mana bu Chunki endi men buni setda manga qaratib qo'yaylik. Men yoshli yuzini turish kerak bu. Mana. Mana xotinim, ahli ayolim, halolim. Uyga kirgan paytim. Ano hammaga o'xshab, ano ko'p qizlar bor. Assalomu alaykum, ano ovqat qilib beringmi yoki joyingizni qilib bering, yo'q emas. Salto oshish kerak. U biz salto oshadi, bitta brayin ketdi. Urush qilibmi? Voy, конечно. O'ynabchi. U arabchasiga. Ularga o'ynasa, u uylanishi mumkin. Senga ayt, qanaqa qiz yoqadi? Men Qanaqa yoqadi? bolalar xayol ya'ni eskicha. Unda kirib kelsan, ishdan charchab kelsan. Assalomu alaykum deb. Ularga salom bermaydi ular. Ha? Saniki kirganingda salto otarkan u. Salom berishgan bo'ladi. Ovqat kino ko'rib yotging keladimi? Ha, romantika qilibman. Bo'lmaydi, senga. Kinoga tushyordilaring demanda. Kinoga tushaman. Uyda telefonga ko'rib o'tirmayman. Bular shunaqa qilishadi xotinim bilan. Voy. Xotinim bor. Voy, aytib qo'ydi, bilasizlar. Vo. Nima bo'lma? Ochilyapti. Endi sana bitta och qara. O'rtog'ing ochyapti, sen chidaysanmi? Davay, och. Xotinim bormi? Gapir. Qo'lingni olgansan to'xtatdi. Qaysi qiz bilan kinoga tushgan? Qaysi? Edamas. Men faqat eski qizlar bilan tushadi, boshqa qiz yo'q. Men gaplashaman, keyin u kinoga tushadi. Qizlar bilan gaplashmayman bunda. Bittasini ochaymi? Avlo. Voy. Yatsiz. Qachonga jo'nab yurasan? Azmalading. Qachonga yurasan? Voy, otash. Boru. Xudodan qo'rqish kerak. Qarayda. Xudodan qo'rqish kerak. Meniki emas deydi. Voy. Cho'ntakda chiqib turgan narsa bular narsasi emas. Bo'ldi, cho'ntagining og'zidan chiqsa salga emasmi shunda? Yo'q, ishonmayman. Bo'ladi. Xudodan Sana qo'rqish kerak. xotining gapirib o'tirdi. Ayolimizdan tushishimiz kerak. Ay, maza qildim ekan. Yobli bo'lish. Xudoyim o'z kechirsin seni. Sen ham Xudodan kechirsin. Xudoga qo'shurmalaring. Sizlarni. Bola ukam bilan yozishuvdim Telegramdan, xullas o'raldi. Menga hech qanaqa qizlar bilan gaplashmayapman dedi. Xullas, mana hozir chaqirib qo'yganman. Shunaqa degan? Ha? Shunaqa degan Abdulazizjon, gullaga nechi? To'xtasam, kechagina so'radimmi? Kechagina so'radim. Kimdan so'rading? Menda turibdi. Nima turibdi? Hozir ko'rsataman. Otashi guli Mana. bu. Poponing kim? Kim ekan poponing? Men kecha so'radimmi? Yo, men kecha so'radim. Mana kontimni nima yozishdingsan qizlar bilan? Opam bilan nima yozishdingsan? Mana kontimni. Galosam tashlagansan. Endi nima deysan? A? Bu sen men kecha aytdi-da bu. O'rta mayli. Ana bu gol tashlab ber bitta qizgami, bitta bolagami do'ydi mana shu. O'sha mana shumidi? O'laysansan. Poponam deb yotibsan o'sha. Xo'p, Yolg'on gapirib. Kimga yolg'on gapirib? O'xshamadi. Ushab tur. Oping olib keluvdim. Nega yozishganlar bor, yozishgan. Opam saligini biluvdim. Men bilaman. Bu sirpiri. Ushalding, bo'ldi, ushalding. Sen senga berib olib kelchi. Nima aytib qo'yasan, Otash? To'xta. Kerak emas. Otash nima aytib qo'yding hozir? Surpriz qilib, opam bilan yoshligimni bilib turibman. O'zi qiz sifatida ko'raman. Lekin yomon ekansan. Sen o'rtog'ing olib chiqib ketadi-ya. Majbursanga. Qara, hozir kelan senga nima dedi? Sen to'nka boryapti. Endi shu o'rtog'ing yonidan olsanmi? Voy. Qizga olib keldimi? Sizga olib keldi. Sen bilan yoshligimni bilib turibman. Qizlarga tutaman-da. Sen tushunmayapsan. Tushundingmi? Nega qara. Voy. Ke seni ham uraymi? Ya'ni